Yaqinda bitta mijozim 60 yoshlar atrofidagi ayol menga shunaqa xushxabar bilan chiqdi. Manzuraxon, bilasizmi? Mani qizim 16 yoshgacha tagini ho'llab qo'yardi, pampersda yurardi. Sizni darsingizdan keyin, sizni kurslaringizdan keyin 7 kun ishlaganimdan keyin qizim yaxshi bo'ldi dedi. Qarang. Menga ko'pchilik aytadi, qiyin emasmi psixolog bo'lish, insonlarning dardi, yuki bilan ishlash, kasalliklar bilan ishlash og'ir emasmi deyishadi. To'g'ri. Hamma kasbda yaxshi va yomon, og'ir va yengil, qiziqarli va qiziqarsiz taraflari bor. Shu bilan birgalikda psixolog bo'lishni ham o'ziga yarasha yuki, og'irligi va yana yonida sharafli taraflari bor. Endi o'ylab ko'ring. Menga 16 yildan beri kasal bo'lgan qizni yaxshi bo'lganini xabarini bergan onani eshitganimdan keyin shu kasbga bo'lgan qiziqishim ortadimi yoki bo'lmasam undan voz kechish fikri keladimi? Shuning uchun aytmoqchi bo'lganimki, hurmatli psixologlar, agar sizni ishingizdan qiyin taraflarni ko'rayotgan bo'lsangiz, qiynalayotgan bo'lsangiz yoki ishingizdan charchagan bo'lsangiz, o'zingizni erishgan yutuqlaringizni sarhisob qiling. Sizga o'sha yaxshi xushxabar bilan chiqqan mijozlarni xatlarini o'qing. O'shanda yana sizga motivatsiya, kuch, g'ayrat, ilhom keladi.